Bugun ayollar jamiyatimizda har sohada ilg'or bo'lib bormoqda. Ularning aql zakovati, tirishqoqligi va mehnati jamiyatimizda muhim o'rin tutishida ko'mak bermoqda. Bugungi kunda Toshkent metropolitenida ayollarga alohida e'tibor qaratilmoqda. So'zlarimiz isbot sifatida Toshkent metropolitenida ayollar orasida mashinistlikka tayyorlov kurslari olib borilayotganini misol qilishimiz mumkin. O'quv jarayonlari yakuniy bosqichga kelib qolgani sabab bugun ular ilk marotaba mashinist bilan birgalikda poyezdda harakatlanishdi. Deyarli 1 yil davom etib kelayotgan tahsil olish jarayonida kursantlar barcha bilim va ko'nikmalarni shakllantirishdi. Endi esa amaliyot davri boshlandi. Biz bugun mashinist pultiga ilk marotaba qadam qo'ydik. Bunda juda ham kuchli hayajon bo'ldi va bilimlarimizni oshirish uchun juda ham zo'r imkoniyat berishdi bizga. Yana bir hafta mashinist bilan aylanamiz, ko'ramiz hammasini. Platformaga kelganimizda odamlarni bizga qarab, qanaqadir boshqacha qarashlari, chiroyli qarashlari, kulib qarashlaridan juda ham o'zimizni baxtiyor his qilyapmiz. Ma'lumot o'rnida aytishimiz mumkinki, tahsil olishni muvaffaqiyatli yakunlab, imtihondan o'tgan kursantlar sertifikat olishadi. Shundan so'ng mashinist yordamchisi sifatida 3-5 oy davomida ishlashadi. Belgilangan muddat o'tganidan keyin ichki imtihon ham o'tkaziladi. Ushbu imtihondan yaxshi natijalar bilan o'tgan xodimlar mustaqil ravishda elektropoyezdni boshqarishlari mumkin. Quvonarlisi shundaki, O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligi orasida ayollar metro tizimida mashinist bo'lib ishlaydigan ikkinchi davlat bo'ladi.